Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Muajiratdagi Sharq Turkiston xalqi Urumchi qirg'inchiligining 15 yilligini xotirlash munosabati bilan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan vahshiylikni, turli zulm sitamlarini xalqarada yana bir qatim yangritish, Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasidan toki Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqcha yanmay kurash qilganligini bildirish. Dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarning hukumatlari, xalqaro tashkilotlarni Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga yordam qilishga chaqiriq qilish maqsadida namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati, Sharq Turkiston milliy fondi, Alberta Uyg'ur jamiyati Amerikada va Kanadada 5-iyul kuni, Shivse Uyg'ur komiteti Shivsening poytaxti Stokgolmda 6-iyul kuni, Yasha Uyg'ur tashkiloti Gollandiyada 5-iyul kuni namoyish o'tkazdi. Amerikaning poytaxti Washingtondagi Oq saroyning oldida o'tkazilgan namoyishga 30 dan ortiq Sharq Turkistonlik qatnashdi. Namoyishda Sharq Turkiston surgunda hukumati uchur va aloqa ministrligining ministri doktor Jurat Obul apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Tunugun 4-iyul kuni Amerika davlati qurilganligining 228 yillik xotir kuni edi. Men Amerikalik Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga vakolatan barliq do'stlarning mustaqillik kunini qayta tabriklayman. Amerikani barliqqa keltirgan erkinlik, adolat va baxt izlash prinsiplari Sharq Turkiston xalqining davomli kurash qilish g'oyasi. Bugun 2024-yil 7-oyning 5-kuni biz tariximizga eng qorong'u sahifaning biri bo'lgan 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligining 15 yilligini xotirlamoqdamiz. 2009-yil 6-oyning 26-kuni Guangdong o'lkasining Shaoguanda qabih hujum yuz berdi. Sharq Turkistondan majburiy emgakka selinish uchun Xitoyning o'lkasiga majburiy elib kelingan Uyg'urlarning o'yinchoq fabrikasida Xitoy mushtumzorlari tomonidan umumyuzlik hujumga uchrab, necha 10 nafarining olamdan o'tgan va 100 nafardan ortiqning yaralanganligining xotiri kuni. Bu vahshiy harakat Uyg'ur jamoati orasida g'azab va qayg'uning yolqinini qo'zg'adi. 2009-yil 7-oyning 5-kuni Sharq Turkiston bo'libmi Urumchida tinch namoyishga yo'l ochdi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi bu tinchlik bilan adolat izlash talabiga misli ko'rilmagan darajadagi rahimsizlik bilan javob qaytardi. Ashu zulmatli kunda Sharq Turkistonda necha yuzlarcha, hatta minglarcha Uyg'ur qirg'in qilingan va Sharq Turkistonda 10 minglagan kishi qo'lga olingan. Shundan keyin Xitoy ishg'oliyatchilari texmo zolimlashib, nazorat ostiga markazlashgan bir soqchi davlat tuzumini yo'lga qo'yib, irqiy qirg'inchilik harakatiga asos solgan. 2014-yil mayda Xitoy hukumati texmo tajovuzchilik va sistemli qirg'inchilikning boshlanganligidan derak beradigan atalmish xalq urushini Sharq Turkistonda qo'zg'adi. Millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlari jazo lagerlari va turmalarga qamalib, tibbiy sinoq, miya yuyish, qiynash, organlarini yig'ib olish, o'lim jazosiga o'xshash chekidan oshgan vahshiy qilmishlarga duch keldi. Nurg'unlari zavod va majburiy emgakka selish lagerlarida nachar sharoitlarda qul qilindi. Bu keng ko'lamdagi irqiy qirg'inchilik kishini cho'chitdi. Yig'ib olgan 100 minglagan ayollar tug'mas qilib etildi. 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoy hukumatı 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan 36 milliondan ortiq shaxsning DNA, ovoz izi va ko'rish to'rparasini yig'ib oldi. 100 minglagan ayollar tug'mas qilib etildi. 1 millionga yaqin bolalar oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat egiligidagi o'rinlarga o'rinlashtirilib, yerlik sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtirildi. Xitoy madaniy meroslarimizni yo'qotishga urinib, 16 mingdan ortiq masjid va boshqa diniy va madaniyat o'rinlarini vayron qildi. Xitoy hukumati 2020-yildan buyon o'zining Aqtashliq kitobida Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining keng ko'lamda tutqun qilinib, nazarband ostiga ilinganligini e'tirof qilib, 2014-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda har yili 1 million 290 ming, jami 7 milliondan 8 milliongacha Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini maytini yoshirish maqsadida kasbiy tarbiyalash va qayta tarbiyalash deb atalgan jazo lagerlariga so'lganligini bayon qildi. 2021-yil 1-oydan boshlab Amerika hukumati va nurg'ulg'an g'arb parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qildi. 2022-yil 8-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi Oliy komissarligi doklad e'lon qilib, Xitoyning vahshiyligini insoniyatga qarshi jinoyat deb aybladi. Gerçi bu e'tiroflar muhim bo'lsa-mu, ammo yetarli emas. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik yanada Xitoyning jazosiz qilishi bilan davomlashyapti. Xitoy yanada millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini
turma va jazo lagerlariga davomli sulayotidi. Garchi Sharq Turkiston nupusi Xitoy Xalq Cumhuriyati kontrolidagi rayonlar nupusining aran 2%ni tashkil qilsa, Uyg'ur va boshqa turk xalqlari Xitoy Xalq Cumhuriyati tomonidan rasmiy turmaga tashlanganlarning 30%dan ko'pragini tashkil qiladi. 2024-yili millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlari turma va jazo lagerlariga qamalgan bo'lib, yana millionlaganlari ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda va Xitoyning har qaysi o'lkalaridagi millionlagan qul emgak zavodlarida qo'l qilinmoqda. Xalqaro jamiyat Urumchi qirg'inchiligi va davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol va mustamlaka qilib olish masalasini hal qila olmadi. 1949-yili 10-oyning 12 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyati tajovuz qilib kirish, 1949-yili 12-oyning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatini ag'dirishdan ilgari Sharq Turkiston egilik huquqliq va mustaqil davlat edi. Biz xalqaro jamiyatning, bo'libmi Amerika hukumatining irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash shartnomasidagi majburiyatini ado qilishini talab qilamiz. Biz Amerika hukumatining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga aloqador va'dasiga vafo qilib, Sharq Turkistonga Tibet bilan o'xshash muomala qilib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz Amerika Kengash palatasining Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharq Turkiston Uyg'ur masalalari uchun alohida moslashtiruvchi turg'izishni o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosiy qonunini ma'qullashini talab qilamiz. Amerika hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sudi, xalqaro adliya sudi va boshqa xalqaro organlar orqali Sharq Turkistonning adolatni qo'lga keltirish tirishchiligini qo'llashini talab qilamiz. Biz Amerika hukumati va butkul xalqaro jamiyatning mustamlakachilikni tugutish va'dasiga amal qilib, Xitoyning ishg'ol va mustamlaka harakatini oxirlashtirishini talab qilamiz. Urumchi qatlamida va Xitoyning mustamlaka, ishg'ol va irqiy qirg'inchilik siyosatida hayotidan ayrilgan sonsizlagan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining huquqi va mavjudligi, erkinligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Xitoyning necha 10 yil davomlashgan ishg'oliyat, mustamlakachilik va irqiy qirg'inchilik harakati cho'qim oxirlashishi kerak. Dunyoning Sharq Turkistonga yordam qilib, adolat, erkinlik va insoniy qadr-qimmat prinsiplarini qo'g'daydigan payt keldi dedi. Sharq Turkiston surgundi parlamentining parlament raisi Yarmamat Baratjon va Koni inqilobchi Aziz Sulaymonmo muhim so'z qildi. Assalomu alaykum. Bugun Afrika va dunyoning har qaysi joylarida 5-iyul qirg'inchiligini xotirlash uchun namoyish chiqqan barliq qarindoshlar, Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Biz bugungi namoyish munosabati bilan bundan 15 burun 2009-yil 5-iyul qatlamida shahid qilingan, izdiroksiz yiqilib ketgan, turmalarga tashlangan qarindoshlarimiz uchun duo qilamiz. Hem şu qarindoshlarimizni faxrlanib turib eslaymiz. Cenab-ı Allah'tan şahit kılınan aşık qarindoshlarımızga âli darajalik jannatlarni tilab duo qilamiz. 5-iyul qatlamı deliganda oldi bilan ko'rib keldigini Xitoyning Shaugan o'yinchiq zavodida qonga milangan shahid qilingan begunoh qarindoshlarimiz namoyon bo'ldi. Butun dunyoniki ko'zni bo'ymoqchi bo'ldi. Xitoy hukumati har xil usullar bilan bu qatlamni, bu jinoyatni kichiklashga tirishdi. Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkiston kundan tortib bugun kungacha har xil usullar bilan xalqimizning har qanday haqqoniy talab qilgan talablarini bostirib keldi. Mayli bari inqilobiy qirg'inchilik bo'lsin, mayli g'ulji qirg'inchilik bo'lsin, mayli yaqinqi 8 yildan burun bu ham o'tayotgan lager va turmalardagi qirg'inchilik bo'lsin, Xitoy har xil usullar orqali xalqimizni vahshiylarcha qildi, minglarcha, millionlarcha xalqimizni qirib tugatdi. Baylıklarımızı buldu, sırtımızı çaktı, Kur'anlarımızı ödedi. Biz oylayamagan, Şarkı Türkistan zımında, Şarkı Türkistan halkı üstüde elip vardı. Lakin Xitoy hükümeti bizden bir narsani yo'qotmadi. Yani bizden kalbimizdeki ruhni, halkımızga egi chiqish ruhini, vatanimizga, zaminimizga egi chiqish ruhini yo'qotmadi. Bizdeki vatanparvarlik ruhini yo'qotmadi, ham mangu yo'qotmaydi inshaalloh. Uchida oliy maktab o'quvchilari tomonidan tinch holda elib berilgan namoyish turmaga so'lash bilan, qatlam bilan oxirlashdi. 7-iyul kuni Uyg'ur ayollari izdiroksiz yo'qolib ketgan erlarga, o'g'illariga chiqib ko'chalarga to'kildi. Hatto jinni tutib qo'yib, Xitoy
Xitoy tankisining oldigacha borgan, Xitoy tankisining oldin to'sgan haftayoq ayolni hammamiz bilamiz. Xitoy saqchiligi bilan edishgan ko'k maytiliq botir qizni hammamiz bilamiz. Ana shu qarindoshlarimiz qahramonlik, botirlik shajarasini tarix betiga tutib qo'ydi. Aşı qarindoshlarımızın jasarati badliga, aşı qarindoshlarımızın qini badliga dunyo Uyg'urlarni yana bir qatim qildi. Xitoyning yillikli yana bir qatim barbod bo'ldi. Qisqasi, o'z vataning bo'lmasa, siyosiy huquqing bo'lmaydi. Sening hech qanday erkinliging bo'lmaydi. Nafas oldisa, o'ldisa, o'lsa. Ishga a'zolaring maskab qoldi desa, operatsiya ko'ritiga chiqishga majbur bo'lsa. İşki azaların sug'urib elindi, dunyoning har qaysi yerlariga bazalarda erkin setildi. Mana bu davlatsizlikning, davlatning ayriliq qolganligining oqibati. Shunga biz Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirgandilar. Qo'limizdagi bu ayoltuzlik ko'k bayroqni vatanimiz osmonda lapirdatgandilar, ondan haqiqiy erkinlikka erisha olamiz. Haqiqiy insoniy huquqimiz bilan yashay olamiz. Mening namoyishni ko'zga ilmaydigan, namoyishni qo'ldan kelmaydi deydigan insonlarga gapim yo'q. Gerçi biz hazır vatanda Xitoyning lager turmalarida qiynayotgan, ingrayotgan aşı qarindoshlarımizga qon beramiz-saqmi, jon beramiz-saqmi. Lekin ozgina 2 soat vaqtimizni chiqarib, o'sha namoyish qilganimizning o'zi vatanimiz Turkistonning mustaqilligi uchun kichkina bo'lsin bir qadam og'irligimiz deb o'ylayman. Shunga hammalarning kelgan qadamidan Alloh rozi bo'lsin. Biz 5-yo'l qatlamini ve bu qatlamda şehit qilgan barliq qarindoshlarni mangu unutib qolmaymiz. Şu qarindoshlarimiz uchun her vaqt duoda bo'lamiz. Allah Sharq Turkistonga mustaqillik ato qilsin. Hammamizga Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun hidoyat, aql, kuch ato qilsin. Sharq Turkistonga baxt ato qilsin. Amin. Hammalar ko'proq. Shuni tavsiya qilamanki, Amerika Xitoylarni Uyg'urning ustidan erkiy qirg'inchilik qildi deb chiqargani natija bo'ldi. Shunga bular dunyoning saqchisi bo'lishdan bu Xitoylarning ustidan bir haqiqiy bir ijroni qilib berish uchun ben bu etmasni Amerikaning rahbarlariga deyman. O'ziniki mas'uliyatini ado qilsin. Bu xalqaro jamiyatning oldida dunyo saqchisi bo'lganlikdan demoqchiman. Bayonotdan keyin Şvartolab Amerika hukumatidan yordam talab qilindi. Kanadaning Edmonton shahrida o'tkazilgan namoyishga Alberta Uyg'ur jamiyati a'zolarini o'z ichiga olgan 30 nafar atrofida Sharq Turkistonlik qarindoshlar qatnashdi. 5-yil Urumchi qirg'inchiligining orqa ko'rinishi, qirg'inchilik jarayoni, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyingi mustamlika va irqiy qirg'inchilik jinoyati tafsiliy anglitildi. Davlat hukumatlari va parlamentlarning tashkilotlarning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishining yetarli bo'lmaydiganligini, Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro adliya mahkamasi orqali Sharq Turkistonning adolatga erishish ko'rishini qo'llashni, Sharq Turkistonning mustamlikadan qutulishi uchun yordam qilishini, Sharq Turkiston xalqining haq-huquqlariga erishishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, shunga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashni talab qilganligini aytdi. Sharq Turkistonning Şinjan emasligi, Şinjandan iborat mustamlika atalg'ini Sharq Turkistonliklarning qat'iy qabul qilmaydiganligi, Xitoy Şinjan deb atash orqali Sharq Turkiston xalqini davomli qirg'in qilib, Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyat va mustamlikasini kuchaytirganligini, Sharq Turkistonning Xitoyning territoriyasi yoki g'arbiy rayoni, Uyg'urlarning Xitoyning musulmonlari emasligini, Xitoydagi musulmonlarning zulm ko'rmayotganligi tilga ilinganda Uyg'urlar ko'zda tutilmaydiganligi, Uyg'urlar shu zaminning egalari bo'lganligi uchun irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganligi, vatanimizning Şinjan emas Sharqiy Turkiston, millatimizning Uyg'ur ekanligi, Xitoyning ostonliq millati bo'lmasdan Turkiya xalqi ekanligi, atalg'ularni to'g'ri ishlatish kerakligi ta'kidlandi. Shvetsiya Uyg'ur komitetimi 6-iyul shanba kuni Sharq Turkiston Surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Shukr Samsaq apandining boshchiligida Shvetsiya parlament binosining oldida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlab namoyish o'tkazdi. Axborot e'lon qilib, 5-yil Urumchi qatliamining maydonga kelish sababini, qatliam jarayonini, Xitoyning 2014-yildan boshlab yurgizayotgan dahshatli irqiy qirg'inchiligini, bu qirg'inchiliklarning sababining Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol va mustamlika qilganligidan ekanligini,
Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqining Sharqi Turkistonning egillari bo'lganlikdan, ularni haq-huquqlaridan ayirib, Sharqi Turkistonni abadil abad o'zining qilib olishdan iborat ekanligini. Shunga Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmoqcha, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining haq-huquqlariga erisha olmaydiganligini. Şiisiya va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlaridan Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligining irqiy qirg'inchilik ekanligini, Sharqi Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqiriq qildi. Gollandiyaning markazi Amsterdamdagi Dam maydonida 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash namoyishi elib berildi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi namoyishga qatnashdi. Namoyishga qatnashgan Sharqi Turkistonliklarning soni ko'rinarli darajada ko'p edi. Sharqi Turkiston yoshlar qurultiyi qatorliq Sharqi Turkiston tashkilotlarining yetakchilarini o'z ichiga olgan Sharqi Turkistonliklar Urumchi qirg'inchiligida ziyonkashlikka uchragan qurbonlarni xotirladi. Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasini xalqaro bildirdi. Bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarni yordamga chaqiriq qildi. Sharqi Turkistonliklarni umidini yo'qotmay, mustaqillik yo'lida hormay talmay mengishga ilhomlantirib, Sharqi Turkiston surgunda hukumatining muhojiratga Uyg'urlarga yetakchilik qilib, Uyg'urlarni ittifoqlashtirib, Sharqi Turkiston milliy ko'rishni davomli cho'nqurlashtirishga kafolatlik qilganligini namoyon qildi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 15 yilligini xotirlashga aloqador e'lon qilgan axborotni ijtimoiy axborot vositalarida tarqatdi. Axborotda mundaq deyildi: Bugun Sharqi Turkiston tarixiga tamg'asini urgan tragediyalik voqea Urumchi qirg'inchiligining 15 yillik xotira kuni. Bu ahamiyatli kunda Amerika va Kanadadagi Uyg'urlar Sharqi Turkiston surgunda hukumati bilan birga Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun dunyoviy harakatni qaytadan talab qildi. 2009-yil 6-oyning 26-kuni Guangdouning Shaogan shahridagi bir o'yinchoq fabrikasiga Sharqi Turkistondan majburiy emgakka selish uchun elib kelingan Uyg'urlar Xitoy zo'ravon kuchlari tomonidan hujumga uchrab, necha 10 nafarining olamdan o'tgan va 100 nafardan ortiqning yaralanganligining xotira kuni. Bu qabih qilmish 2009-yil 7-oyning 5-kuni Sharqi Turkistonda bo'libmi Urumchida tinch namoyishni keltirib chiqardi. Xitoy hokimiyatining buningga qarshi inkosi tez va rangsiz bo'lib, natijada yuzlarcha Uyg'urlarni qirg'in qildi. 10 minglagan kishi qo'lga olindi. Qirg'inchilik yuz bergandan buyon Xitoy hukumatı bostirish tadbirlarini kuchaytirib, 2014-yildagi xalq urushi harakatini elib bordi. Millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turk xalqlari jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Ular tibbiy sinoq, miya yuyish, qiynash, bosqinchilik qilish, a'zolarni yig'ib olish va o'lim jazosiga o'xshash turli Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchilik qilmishlarining qurboniga aylandi. Xitoy hokimiyatining Uyg'ur madaniyatini yo'qotish tirishchiligi 16 mingdan ortiq masjid va diniy so'rlarni vayron qilish, shundaqla 100 minglagan ayollarni tug'mas qilib etishni o'z ichiga oladi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati va Sharqi Turkiston milliy uyg'onish harakati boshchiligidagi necha o'nlagan Uyg'ur Washingtondagi Oqsaroyning oldida namoyish qildi. Bu muhim kunda Sharqi Turkiston surgunda hukumatining uchur va aloqa ministri doktor Jur'at O'g'ul apandi Urumchi qirg'inchiligi yanada Xitoy hukumatining ra'imsiz zulmlarini esga soladi. Biz xalqaro jamiyatni konkret qadamlar bilan Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tugatishiga va Sharqi Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiramiz dedi. Shuning bilan bir vaqtda Sharqi Turkiston surgunda hukumati va Alberta Uyg'ur jamiyati boshchiligidagi necha o'ngan Uyg'ur Kanadaning Edmontondagi Alberta qonun chiqarish binosi oldida namoyish qildi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur apandi demokratik jamiyatning asosini yaratgan erkinlik, adolat, o'z taqdirini o'zi belgilash va kishilik huquq prinsiplari Sharqi Turkiston xalqining kurash qilish g'oyasi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatiga qarshi turish ko'rishimizda xalqaro jamiyatning biz bilan birga bo'lishi to'liq zarur dedi. Bundan boshqa Torontodagi necha 10 Uyg'ur Kanada Sharqi Turkiston Federatsiyasi boshchiligida namoyish o'tkazdi. Bu namoyishlar Sharqi Turkiston muhojiratining adolat va mustaqillik ko'rishidagi dunyoviy ittifoqligi va qaysarligini gavdalantirdi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati uzundan buyon Amerika va Kanada hukumatlarini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining ro'yi bo'yicha majburiyatini ado qilishga chaqirdi. Washingtondagi Uyg'urlar Amerika hukumatini Sharqi Turkistonni Xitoy ishg'ol qilib olgan davlat deb e'tirof qilishga, Sharqi Turkistonga Tibetga qilgan muomalani qilishga chaqirdi. Ular yana Amerika Kengash palatasini Amerika Tashqi ishlar ministrligida Sharqi Turkiston masalasi uchun maxsus alohida moslashtiruvchi tayinlashni o'z ichiga olgan Uyg'ur siyosati qonunini tezdan ma'qullashga chaqirdi.
Kanada Sharqi Turkiston Federatsiyasining siyosiy ishlar direktori Anvar Abdurahmon Kanada hukumatini darhol va keskin tadbir qo'llanishga chaqirib, Kanada Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishda ulgu bo'lishi kerak. Biz Kanada hukumatining Xitoyning vahshiyligini rasmiy ayblashini, Sharqi Turkistonliklarning o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini qo'llashini, hal qilg'uch harakat qo'llanish orqali davomlashayotgan insonparvarlik krizisini oxirlashtirishni talab qilamiz dedi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar o'zlari turayotgan davlatlarning hukumatlarini Xalqaro jinoiy ishlar sudi, Xalqaro adliya sudi va boshqa xalqaro organlar orqali Sharqi Turkistonning adolatni qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqirdi. Ular davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va 75 yilga yaqin zulmning tub sababining Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilishi ekanligini ta'kidlab, xalqaro jamiyatning ahamiyatli harakat qo'llanib, Sharqi Turkiston xalqining mustaqillik ko'rishini qo'llab, Xitoyning mustamlikasini oxirlashtirishni talab qildi. 1949 yılı 10. ayının 12. günü Xitay Xalq Cumhuriyeti Sharqi Turkistonga besib kirib, 1949 yılı 12. ayının 22. günü mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Shundan keyin Uyg'ur va boshqa turk xalqlari mustaqillik va erkinlikni asliga keltirish uchun aktiv kurash qilib kelmoqda. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarining huquqiy va erkinligini qo'g'dashda Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning intayin muhimligini qayta ta'kidladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Urumchi qirg'inchiligida shahid bo'lganlarni va Xitoyning zolim hokimiyati ostida davomli azob uqubat chekayotganlarni eslab, Sharqi Turkiston xalqini ittifoqlashtirib, Sharqi Turkiston xalqini adolat, erkinlikni qo'lga keltirish, Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga chaqirdi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati e'lon qilgan axborot dunyoning har qaysi joylaridagi matbuotlarda xabar qilindi. Sharqi Turkiston mustaqilligini asliga keltirishdan boshqa qutulish yo'q. Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidagi izchilligimiz yaqin kelgusida Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish nishonimizga yetkazadi inshaalloh. George Michael Hope mundaq deydi: "Qiyin davr kuchlik odamlarni yaratadi. Kuchlik odamlar yaxshi davrni yaratadi. Yaxshi davr ojiz odamlarni yaratadi. Shundaqla ojiz odamlar qiyin davrni yaratadi." Buningda jamiyat taraqqiyotiga qarata bir davr ilinishning isxemasi bor. Bir jamiyat xuddi bir organizmdek kuchliklikdan ojizlikka va ojizlikdan kuchliklikka qarab davriy aylanib turadi. Uningda qattiqlik jasurlarni yetildirsa, rohat-farog'at ojizlarni yetildiradi. Qiyin davr jasurlarning o'tirg'a chiqishini taqozo qiladi. Bizda-chi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bizning tariximizdagi eng mudhish, qiyin va qo'rqinchli bir qirg'inchilik davri. Bizning tarixda eng ojizlashgan davrimiz. Ammo ta'tir peshonligimizdan aytavur davrimiz jasurlarning emas, balki eng ojizlarning yetaklashiga qoldi. Yuqorqi davrilanishdagi qiyin davrning jasurlarni borliqqa keltirishi bizda texcha borliqqa kelmadi. 8 yildan beri davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilik davrida ojizlarning, taslimchilarning va Xitoyga berib, Xitoylarning chatirqidan o'milab o'tishni ravo ko'radiganlarning soni texmi ovyotidi. Bu biz uchun bir qabohatlik reallik. Bu davr jasurlarga muhtoj bir davr. Bu davrning chaqini badal to'lash orqali aylantirishni o'ziga iroda qiluvchilarga tashna bir davr. Bu xo'rliqni yuyishni sharaf biladiganlarni 4 ko'zi bilan emas, 40 million ko'zlar bilan kutayotgan bir davr. Jasurlar, davr sizlarni chaqiryotidi. Tasavvur qilish qiyin bir davr sizlarga xitob qilyotidi. Erkinlik davri sizlarga taqozo bo'lyotidi. Bu davrni o'zgartirish sizlarning burchinglar, hammamizning burchi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtumin Ali Afandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.